Hurmatli hamyurtlar, ko'rishlaringiz mumkin, Buxoro viloyatida PM2,5 zarralari 380 gacha ko'tarilib ketdi. 380 bu hali havo mana bunaqa vlajniy havo bo'lib turgan vaqtda. Bu nima degan gap? Faqat Toshkent emas, zaharlangan. Boshqa viloyatlarda ham aytadigan odamning o'zi yo'q, shuning uchun to'g'ri hech kim e'tibor bermasa kerak. Yana yaxshilab daraxtlarni kesinglar. Ko'proq hamma joyni asfalt qilib, betonga aylantirib, yerni qizdirib, o'zlaringizni, farzandlaringizni insult, rak, yana nimalardir bilan ta'minlab qo'yinglar kelajakda. Mana ko'rayotganlar bu qanchalik apast narsaligini PM2,5 zarralarni internetga kirib, Google'ga yoki ChatGPT'ga yozsalar aytadi. Soch tolasidan 30 barobar kichkina. Bu bemalol o'pkaga o'tib, o'pkadan o'pka ushlab bilmaydi, qonga o'tib, qonni zaharlab biladigan insult, rak va hokazo hamma shunaqa bedavu dardlarga sababchi mana shu PM2,5 zarralari. Shu uchun o'sha gap domchilar hurmatli, topgan daraxtlaringizni kesinglar, ostagina yarim kechqurun chiqasizlar. Bir yigitlar qo'liga 400-500 ming so'mni, $400 maosh bersalar, borib o'sha sizlarga yoqmagan daraxtlarni sekin kesib keladi, tagiga nimadir qo'ysalar bo'ladi. O'zlar tushundilar. Yaxshilab kesinglar hamma joyni. Umrlar uzoq bo'lsa o'sha daraxtni.